Bu gulimizni mana bunday idishda turgan holatida ekish qiyin. Shuning uchun yassi idishga to'kib olamiz. Hammasini to'kib oldim men. Chunki ikkalasi ham bir xil sort. Tish kavlagich yordamida, tish kavlagichni quruq bo'yicha qilsangiz yopishmaydi mana. Buni sekin mana bunday qilib mana tish kavlagichni biroz namlab olib mana tomchi suvni tomchilagan tomchisiga urug' namlansa tezlik bilan erib mana ustidagi qobiga erib urug'ni o'zi qoladi. Unda chiqishi qiyin bo'ladi, tuproqda ko'rinmay qiynaladi. Mana bunday ekishimiz ham qiyin bo'ladi. Urug'larga nima bo'lgan? Shunday qilib hammasini joylab chiqamiz. Mana ko'rinib turibdi. Mana ekib oldik. Bularni ba'zi birlari erib granulalarni, dorilari erib boshladi. Endi ustidan yana bir ozgina ehtiyot bo'lib, chunki urug'lar tuproqni tagiga o'tib qolsa chiqmay qo'yadi. Beti ustiga birozgina ozgina sepib qo'yamiz, chunki buni ko'p sepish mumkin emas. Urug' buni tagida qolib qolsa chiqmay qo'yadi. Endi 5 kun, 7 kun kutamiz. Hozirgi kunda 4 kunda ham, 3 kunda ham chiqib qolishi mumkin. Yana natijalarini chiqarib boraman.